Salom do'stlar, sizlar bilan har kungidek kanalimiz Y999BM va bugungi video, o'tgan videoda va'da berganimdek do'stlar, bugun gelikni rozigresh qiladigan kunimiz. Inshaalloh keyingi safar rozigreshimizda men o'ylab ko'rdim va mana shu mashinani qo'yishga qaror qildim. Uncha bu mashina juda yaxshi ko'raman, lekin uncha minolmayman-da. Minsam uncha menga omad keltirmaydi, shuning uchun. Kommentariyada bitta akamiz aytgan ekan, Bugatti oling deb. Akajon, kommentariyada o'qidim va Bugatti qidiryapman. Bo'sh vaqtlarim o'ynasam ham qidiryapman. Afrika serverlariga kiraman. Ana shu paytda kirib topsam, aniq olishga harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz akajon. Va o'yinga ham kirdik. Sal internet uncha yaxshi emas, shuning uchun sal qo'tyapti. Mana agar ishonmasalaring ko'rasizlar, poyga tashlayman, birdaniga boyga отказ bildiriladi. Shuning uchun endi yana hammadan so'raymiz. Kim menga obuna bosgan? Kanalning nomi Alisher Y999BM. Ruxsat berilmaydi bizga. Yo'q, do'stlar, ruxsat berildi. Biz tashlasak bo'lmas ekan, boshqalar tashlasa ruxsat berar ekan. Lekin bizni mashina drift qilib qo'yishi mumkin-da tezlikda. Mana do'stlar, sizlarning mashinalaringiz tezligi ham yaxshi ekan. O'zim birinchi marta poyga o'ynab ko'rishim bunda. Yutdik-ku. Negadir yutqizibdi. Akalar, kim menga obuna bosgan? Kanalning nomi Y999BM. Do'stlar, siz ham obuna bo'ling. Xudo xolasa inshaalloh keyingi o'yinda boyagi BMWni siz yutib olishingiz mumkin. Bu yerda menimcha hammasi haqqoniy ketyapti, chunki hech kim aldamayapti. Men obuna bosganman deb. Agar do'stlar kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, kanalga o'ynayman deb yozib ketsin. Agar kim o'ynasa, boyagi akamiz yana keldilar, lekin bu akaga qayta mashina bera olmaymiz, chunki bitta berib bo'ldik. Bu yerda uncha odam yo'q ekan, shuning uchun
boshqa o'yinchilardan qaytadan so'rab chiqamiz va boshqa serverga kiramiz. Yo'q, akadan ilojim yo'q. Agar mashina meniki bo'lsa almashardim, bu obunachilarimnikida, shuning uchun. Do'stlar, agar qanaqadir neto nimadir ketgan bo'lsa aytinglar. Kommentariyada yozib ketinglar. Videoda nimadir neto bo'layotgan bo'lsa, bemalol aytaveringlar. Endi Rossiya serveriga kiramiz. Masalan, отказ bildirsanglar, men o'yinga kirganimcha mashinalar sotib bo'lyapsiz. Shunaqa откazlar yoki qanaqadir neto mojarolar bo'lsa, yozaveringlar kommentariyaga. O'qib uni to'g'rilashga harakat qilaman. Endi yozamiz ruslarga, всем привет. Agar kimdir ya deb yoki o'zbeklar chiqib qolib men deb yozsa, shularga mashinani sotamiz. Achetiri yozdi. Bu lekin menimcha ruslar o'ynamasa kerak-ku. Mening kanalimga obuna bosmagan bo'lsa kerak. Kanaling nima haqida deb yozgan ekan, car parking deb yozdim. Yana qaytadan so'raymiz. Кто подписался на мой YouTube канал? Название (999 БМ). Nastya yozdi. Lekin Achetiri 2 safardan beri yozyapti ekan. Shuning uchun unga beramiz. Qiz bolaga berdi deb o'ylamanglar, mana muziklik qilib beryapmiz. Ruslar ham bizning kanalimizda bor ekan. Mana mashinani ham berdik. Nastya xafa bo'lmasligi uchun unga ozgina pul taklif qilamiz berishni. Pul ham berib bo'lmas ekan. Hozir Nastya xafa bo'lib qolmasligi uchun unga do'st tashlaymiz va qaytadan kirib unga mashina berib chiqamiz. Hozir Nastyaga bitta mashina beramiz va o'yinni tugatamiz do'stlar. Lekin sizlarga va'da bergandek BMW ni bermaymiz. Uning o'rniga boshqa mashina tanlaymiz va beramiz. Hozir Nastya uchun qiz bolalar uchun menimcha X5 yoqsa kerak qiz bolalarga. Lekin sal pastroqdek ko'rinamiz-da. Shuning uchun mana shu kuchli mashinani beramiz Nastyaga.
xafa bo'lib qolmasligi uchun. U ham bizning obunachimiz ekan. Bugun o'zida 2 ta do'st yig'ib oldik o'zimizga, bitta yoki 2 ta. Men bundan xursandman va mana shu odamlarning yonida sizning ham spikingiz qo'shilishi mumkin. Qachonki like bilan obuna bossangiz. Nastya qani ekan? Nastya men mana. Nastyaga mashinamizni sotamiz. 1000 so'mga 1 2 3. Nastyaga bu menimcha yoqsa kerak. Ana, oldi. Oda. Mercedes bananingiz saylaysingiz bormi debdi. Qani deb yozdim. MJo'qa mashina sotmoqchi ekan. Nima mashina sotar ekan, uni ko'ramiz. Lekin o'zimizda mashina bor va shuning uchun biz uni olmaymiz. Boshqa obunachilarimizga yo'l beramiz. Ana bo'ldi, sotib bo'ldik. Endi keyingi o'yinda do'stlar, mayli sizlar uchun bitta emas 5 ta obunachimizga mashina beramiz. Agar 5 ta chiqsa-da obunachimiz yo'limizdan chiqsa 5 ta kishiga beramiz. Birinchisi yo'q, bu emas. Ana shu BMW. Keyin qolganini keyingi videoda ko'rsataman do'stlar. Mana buni ham sizlarga beraman. Bunga ham buni o'zim tuning qilganman. Ozgan pulga 1695 otkuchi to'la. Shularni sizlarga beraman do'stlar. Buning uchun siz kanalga like bosib obuna bo'ling. Xayr do'stlar, sog' omon bo'linglar. Bo'pti.